Bugungi videomiz mega bloklarda yashab qolishimiz kerak. Bu oddiy mega bloklar emas, u yerda har xil sandiq narsalar bor. Mana o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Bizda ajoyib mega bloklar bor. Ay video like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, qani biz videoni boshladik. Birinchi o'ringa qanday boramiz desanglar, oldin pastga tushib narsalarni olib chiqaveraylik, keyin bu yerda sandiqda narsalar bor. Ya'ni daraxt. Kimga shu shartda kelsa mod kanalimda bo'ladi. Mod kanalim esa kommentariyada, misilkada bo'ladi. Men Telegram kanalimda. Telegram kanalda shu modni tashlab qo'yaman. Endi o'yinni boshlashimga yomg'ir va kech payt. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Survival boshlaymiz. Yo'q, qore. Yo'lda to'g'riladim, yomg'ir emasdan edim. Sizlar lakasi kanalga bo'ylar. Biz maqsadimiz 50 ta bo'lishda va 50 ta qilinglar meni. Yaqinda bu telefon bashi o'yindagi tugmalarni yo'q demaslarda xalaq bermaslik uchun tez orada hammasi bo'ladi. Tez orada kam bitirib olsam, mazali video. Buncha sizlar like bosing, marhamat qiling. Bu menga qancha ko'p like va savun bo'lsa, bu menga matematika bo'ladi. Shunda biz shundan zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Biz birinchi bo'lib qaysi orolga boramiz? TNT orolga boramiz. Keyin kommentariyada yozib qo'yinglar, ikkinchi qismda qaysi orolga boraylik. Albatta Telegram kanalimga qo'shilib qo'yishingizdan chiqmasin. Kommentariyada silka bor. Kommentariyada kanalning profilida ham silka qo'yib qo'yganman. Albatta o'ta shu modda maza qilib ishlatinglar. Keyin mana bu modda F5 modda ham Telegram kanalimda bo'ladi. Albatta o'tib qo'shilib qo'yinglar. Ketdik TNT orolga. Qumni tashlaverdik. TNT orolga nima qilamiz desanglar, TNT olib yo'q qilamiz. TNT tez buziladi, biladiganlar biladi. Machin TNT orolga TNT olgani keldik. Metan 3 ta jinom olsa, vatta TNT tez buziladi. 3 ta jon olsa, kravatga, mana kravatlar bo'lmagan. Blok yana endi mamma yo'q. Kanal va short chiqarmoqchi ekan. Bu kanalda ham video chiqaradigan. Keyin ikkinchi kanal Mamor Flash Minecraft. Ikkinchi kanalda videolar uncha kam chiqadi, lekin bu kanalda bir kunda bitta video chiqsa kerak. Bloklarni buzamiz. Biz pastga tushib ketdik. Chiqdi. O da kreatifde bu zekanlıydı.
Mazza qilasizlar deb buyurgan qalilonachilar. Lekin bu yerda kliper bo'lsa portlab ketsa, bo'g'ancha tentirab portlab orollarni yo'q qilib yuborsa kerak. Bo'ladi chiqib oldi endi. Keyingi blok qaysi bo'ladi biz uchun? Albatta tosh blok bo'ladi. Bizga tosh kerak-ku. Enderman ko'payib ketdimi? Mana tosh blok katta endi. Yaxonroqda ekani biz bu yoqqa qaytdik. Biz qaytamiz endi. Albatta videoga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Bu gap ko'paytaman chunki biz maqsadimizga erishishimizga hali 20 dona chiqoldi va bosinglar obuna. Bu kartani oldim oynayman. Bu yerda adashmasam ichida temir ko'mir olmasam bo'lishi kerak. Bu yerda olmos 3 dona bor, lekin eng ko'p olmos bu olmosli blokda. Ikkinchi qismda albatta olmosli blokka boramiz. Bizda daraxt yo'q-ku. Mana toshlarga bekor keldi, ya bizda daraxt yo'q. Daraxt ekib qo'ymayam qalilonachilar. Metga bitta daraxt. Hammasini bitta ekib chiqsak, juda uzoq yurib. Hammasini bitta ekib chiqdim endi. Daraxt bo'lishini kutib o'tirmasdan mana orolga boramiz. Bo'lam daraxt bo'lishi skelet zombiylarni. Qolsa yerida. Biz endi daraxt olamiz. Bitta 3 tasi kravatda, 3 tasi kravatda versta uchun 4 ta keladilar, 7 ta. İşte 6 7'si. Elimizde rakor verstay mana kravatgan. Borish kravatda verstak. Ertangi verstan qo'yamiz. Uning ichiga kirib adash ketmaslik uchun kravat yasab qo'ygan, esimdan chiqib qolmasin kravat yasash. Bosh tashib turarsan bizda. Bizga daraxt kelaveradi. Mana 2 kishi bo'lib olmoqchi edim, fash sheriklarni chaqirdim. Ya'ni mana ishlar bor, shuncha chiqmadi, shuncha bo'lgan videolar. Pulinglar lekin 2 ta odam turadi. 2 ta odam olamiz, 2 ta odam yasatdim. Aski biz olishim majbur bo'ldim. Buni maydalaymiz. So'yni usuldan maydalasak. Bitta kilga asosiy. Keyin endi qilamiz, keyin bazaga qaytamiz. Mana versiyani olib metdiki umramiz hozir kuchayishimiz kerak. Hozir nezarli bor xavfli, shuning uchun toshlar olga qaytamiz. Voy shu dedim. Çünkü shuncha narsa yo'qlardim-da. Ana. Bizga 20 ta jami tosh olamiz. Birdan muklar bo'lsa yeri pastga tushiramiz. Mana akamga temirlar.
sakrasam endi bir tosh olaman, bir pastga tushamiz-da. Bizda 16 ta tosh. 17, 18, 19, 20 tosh. Bo'ldi. Bu uchinchi ishlayman. Ko'mir mana aytgan 3 ta olmos. Endi mana ko'mirni olamiz. Temirdan pishirish kerak. Yana aytaman, bu karta Telegram kanalimda. Telegram kanali esa kommentariyada bo'ladi. Like bosib olib qo'yinglar. Bu videoda 10 ta like bo'lsa, keyin bu kartani Telegram kanalida tashlayman. Ana like bosib olib qo'yinglar tezda. 10 ta like bo'lsa, shu kartani Telegram kanalimda tashlayman. Har xil kartalar o'ynayman, hamma kartalarni Telegram kanalimga tashlayman. Mana bu videoda 10 ta like bo'lsa, Telegram kanalimga tashlayman. Da bitta like güzel qilinglar, bosinglar. Hatta geç bir açtım. Geç bir açmadım cali. Endi tushibdi. Maza uxlarsa versiya qo'yamiz. Toshdan bitta tapur. Toshdan bitta kilka. Daraxtlar xalaq beryapti. Metro qo'yamiz. Bitta urushun qilich. Bedrockda bilasizlar, qilich foydali. Tapurdan ko'ra endi esa temirlarni olamiz. Boltani keyin yasaman bo'lardi. Faqat bitta daraxtlarni ham olib ketaman-da. Hech bolta ham yasadim. Esa daraxtlarni olamiz. Bizga bu mega blokları en ko'p kerak bo'lgan narsa daraxt. Agarcha bu videodagi maqsadimiz olmosdan kiyim qilish. Keyingi videodagi maqsadimiz esa mana keyingi videoda aytaman. Keyingi video chiqishi uchun albatta like bosinglar. Sizlar like tezroq video chiqadi. Matnasi bersanglar menga. Bu kanalni ham ko'tarib yaqinda inshaalloh. Bu kanalni kuchayib dohasi 1K bo'larmiz endi. Yoki yo'q. Ancha shuncha harakatga yarasha like bosinglar. Beşer içiye kirib, kömürünü solib, orqasiga temirni solsak, bo'ldi. Temir chizgasi aytdi 3 ta olmasdan ham olib ketamiz. Bungacha bekor o'tirmaymiz, tosh olamiz. Telegramga kelyapti va internet o'chirmayapman. Hozir internet o'chirib qo'ying. İnternette Wi-Fi'ni aytdim. Bekor o'tirmasdan shu tosh olib o'tiramiz. Baribir kutamiz. Kutishdan niye tosh topib tursin? Versa nima kerak? Menga mana bu temir kerak. Temirdan kilka. Temirdan tapur. Tek qolgan.
Böyle endi qalqonimiz ham bor himoyada. Endi bu temirlardan bizga bitta qilich. Qilichdan temirdan qo'llaymiz. Yani 3 ta olmoshni olib ishlatamiz, chunki bizga olmos bir necha olmos kerak. Bu yerda 3 ta emas, 4 ta. Biz 20 ta olmasak, butun olmoslarni qiymati bilan 24 ta olmos kerak buning uchun. 24 ta olmosdan keyin bo'lsa bo'ladi barchasini. Bir olmos oshib qolmaydi. 4 ta 24 ta. 20 ta olmos olsak, qo'yan 24 ta olmosni qayerdan olamiz? Olmos oroldan olamiz. Olmoslar o'lgan, ba'zi orollarni ham zabt etish kerak endi. Mayli, biz zabt etib o'taveramiz. Yani bizga bitta olmasdan, olmos demak paqir kerak. Bunaqa pechiga so'ratsam, endi tepaga chiqamiz. Tepaga. Yo'q, tushib ketdi. Niyasi hozir uxlaymanmi? Yo'q, uxlamadim. Kepintalon. Fatta kepintalon ekan. Hozir shu jidarsam uxlataman deb o'yladim. Olmos bir chiqadi. Shu tomondami? Ha, shu tomonda ekan. Bitta roza bo'lsa bo'ldi-ku. Redstone'dan oldimi yoki ha, rudar oralatib tursin. Mana orolni zabt etamiz. Ikkinchi, 4 dan qismda bo'ladi. Shu oxirgi qismda enderdragon o'ldigan boramiz. Bu yerda enderdragon portali ham bor. Qasdi broktaliyser hozircha. Bitta blokda enderdragon portali bor. Bu blokda keyin sizlarga aytaman. Bilan sar bo'lib tursangiz o'tmaslarga. Bizda olmosli orol zabt etilgan. Etilgan endi etilgan. İkinci qismda yana TNT olamiz. Birinchi qismda TNT ishlatyapmiz. Hozir 3 tami, 3 ta nechta TNT oladi. 2 ta blok olsak bo'ldi, yetadi asliga. Ana endi olmasam maydalaymiz. 2 dona olmas etmadi. Birlashtiramiz. Mana yana ko'payib ketadi o'limda. Balki bekis. Hozir olmasdan biz maqsadimizga erishdik. Olmasdan aslaha tayyor olmaslar. Haliyle olmasdan aslaha tezde. Yani sev öteremiz olmasa instrumentler mi yasavalıydı endi. Mana buni yuklaymiz. Olmasdan tabur. Olmasdan kilka. Qilish yetmay qoldi. Qolamizda. Onasi kilkani ishlatmaydi. Hozir bazaga qaytamiz. Olmasdan qilich. Tappa tayyor. Olmasa endi kerak emas. Endi boshqa rollarni zabt etamiz. Chunki maqsad erish bo'ldi. Bitta rolda taxtoyon rolida hayvonlarni o'ldirsak, biz unda kuchli emas edi deydi. Endi esa kuchlimiz boramiz. Bu yoqqa kelinglar endi. O'yin boshida kuchli yo'q edi meni. Qalqonim bormi?
Ya bo'lmi? Vo, urishibdi. Mana uni urishdi. Yaxshi zo'mi, uni chalibdi. Keyin seni o'ldirib qo'yaman. Skelet qiling. Yo'q. Keyin skelet o'ldirib olsam. Siz meni hal qilsam. Bo'ldi, baqirimga suv olsam. Bu yerda tepasida bor sandiq. 3-4 ta qo'yni tuxumi. Kerak bo'lar. Bochka. Biraz keling, sizlarni solib ketaman. Bu yerda somon bor ekan, somondan non qilamiz. Kamasham kerak bo'lar. Shu yerning xaritasini tuzamiz. Endi bazaga sakraymiz demayman. Mana bunday qilib qaytamiz. Bazaga qaytib keldim, baza. Endi bu yerga narsalarni joylashtiraman. Bu kartani yutamiz yaqinda. Bitta sandiq, keyin gulxan. Yana sandiq esa teshib chiqmaydi. Bitta uxlasa da ikkinchi kunimiz 2 kunda tugadi demaklar. Tugatmadi. Maqsadimiz yetdi 2 kunda. Somonni nonga aylantirib olsak, albatta somon qilamiz. Keyin non qilamiz. Undan keyin yetib qolar. Hayvonlar ko'paytirib turibgan. Munqa qo'ysam bo'ladi. Mana bu yerga qo'yaman. Keyin sandiqqa o'zim narsalarni solib qo'yaman. Ayniqsa daraxtlarni. Şu tepede nasıl olsa meteyi bir sürü kalorada mesela hayır selamla senumuzsa bo'ldi. Maqsadimizga erishdik. Keyingi maqsadimizni ikkinchisini aytaman. Ikkinchi qismgacha ko'rish kuncha deb qolaman. Videolarga bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.